Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İslam Biz programımızın 159. sanını görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmenlerimiz, yıllardan bir yana davamlaştırılan programımızda her bir Müslüman Kur'an ve sünnet nurda düşünüş gerek boğan xilma-xil mavzularını ayrım temakan şekilde huzuruna sunup kelavatımız. Programımızın 5 ve ahirde Allah subhanahu ve ta'ala'dan sözlenilen barlıq temalarını haqiqi rəvişdə düşünüp, hayatımızda şunu tatbiqlab, yaşab, Allah'ın rahmetine erişken bendelerden kılışını tüvencik bilen sorab kelavatımız. Her daim kadek programımızın ki yıllardan bu yan izcil özünün bilimini halkımızga sunup kelavatkan aziz mehmeni, daimlik mehmeni, Şeyh Türkistan Ölüm Ala Birligi şundaqla dünya Müslüman Alma Birligi asasi Abdurrahman Cemal Kaşgari'ni teklif kıldık. Kıymetli vaktini çıkarıp qadam teşrif kılğanlar üçün köpten-köp rahmet etimiz. Allah razı olsun. Qadirli görürmenlerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalı Naq Meydan'dan tarqıtılatıdı. Ekran alı çıxıb duruyatqan numarımız şundaqla ictimai fikir vasitədəki əlaqə vasitələrimiz arqalıq programımızға əlaqədar arqandaq fikir təklif bolsa, berişinlərini, suallarına bolsa, soruşunlarını ümid qılımız. Şundaqla köplügən qeyrindaşlarımızdan faydalanış üçün həm bəhirləb qoyuşuna, həm unutmamaq istər. Tünügün elanımızda bəgəndək bugünkü temimiz intayin muhim temalarının biri. Hər bir Müslüman üçün hayatıda qılıbatqan nurgun əməllərini hətta bilmək durubmu, dindarlıq qılmən dəb bəzdə hata şəkildə yoluğa kirib getiş ihtimallıq olğan məsələ şu an bugün yurduş üçün qanda qılğanda saxta dindarlıqdan qutulğulu buludu deyən temada toxtulğanlığımızda elan bəgəndik. Vaxtımız yetkənçə bunu yurduş qıtırışımız inşallah. Bundaqda bir vasıta başlayıb görsək ustaz, bu temamızға kelişdən burun aldı bilən dindarlıq degen nima degen sualını bir yurduş verib andanır. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana peygamberimizge dua salamlar olsun. Dindarlık mahiyeti bulmagan kuruq bir şekil söyletemez. Ya günde ibadet kılış için birer saat vakit çıkarıp koysa tügepli ketadigan qalğancha halıqını qis bulğan undan esminmez. Ya ki pulu olup qalsa ya pul tapqancha жылды bir qatim toxtama ömür qıp koysa tügep ketadigan unda ölçemlenmez. Dindarlık demek ömür boyu dininin körsetmesi, ruhi məqsədləri yaşaş demek. Hoş. Bu dindarlık degen özüge bolsun ya başqalar bolsun payda ekildiğin işte Allah'ın razılığını közleş demektir. Meyle özüge payda ekkelmekçi ya ki başqalar payda yetkizmekçi olup qalsa bu işte Allah'ın razılığını közleş, adaletten ibaret doğru yol tutmaş demektir. Allah'ın razılığından ve adalet çetilmesi demektir. Şuningdek özü kemmeşi olan ziyandan aldığını ediş, ya ki başqalar kemmeşi olan ziyandan aldığını ediş, yanılam Allah'ın razılığını közleş ve adaletten ibaret doğru yol tutmaş demektir. Özüge kelgen ziyanı çokum her bir insan taqabıl duruşqa onu yoqtuşq urun. Ama qeyrindaşa ziyan kep qalsa onu yoqtuşqım urunuş bu dindarlığının taqazzası. Özü kelgen çağda payda menfaat çıqın turup başqalarına ziyana ekkelse ya ki onun közü basa ya ki nima karam dese bu saxta dindarlığının alameti oldu. Dindarlık demek bir Müslümanın xursanlik üçün xursan buluş, bir Müslümanın gam qaygısı üçün gam qilish ve yardım qılını so'zish demektir. Bu dindarlıqning taqazzası alametler. Dindarlık demek faqatla masjid qilingan ibadet yoki sirtqi ko'rinish bilan o'lchanmaydi. Dindarlık desa 5 vaqt namoz o'qisa, Ramazan tutsa, ya ki onunki şekil qiyaf bir xil olub qalsa dindarda bunda bağırış bu xatamiz. Xata, to'g'ri emas. Çünkü haqiqiy dindarlıqninki ma'nisi yoki taqazzasi hayotning har qaysi sohasida nima ish qilishdan qat'iy nazar bo'ladi. Musulmonlar bo'ldi ekan, hayotning har qanday sohasida islomning prinsiplari, qimmat qarashlari va ko'rsatmalari yashash lozim. Mana bu dindarlıqning o'lchami. Ticaretçi olup qalsa İslam'nınki ticaretdeki ahlakı, ko'rsatmasi prinsiplari, siyasetçi olup qalsa İslam'nınki qimmat qarashlari, normal bir dehqon bo'lib qalsa bu İslam'nınki bu sadık İslam'ның ko'rsatmalari bilan yashash lozim. Hayotning qaysi sohasi bo'lishiga nazar İslam'ның ko'rsatmasi bilan yashashi qarta aninkayidan o dindarlık o'lchamini qo'ygan oldu. Qandaqdir masjidga kirgan chaqda sog'lom bir musulmondek, ammo ijtimoiy hayot chiqqan vaqtida og'zi buzuq, qiliqi buzuq, niyati buzuq,
axloqi buzuq, yoki siyosat maydoniga chiqqan chog'da har xil boshqalar urq olaydigan, dushmanlik qiladigan, asad qiladigan bu xil holatlar bu odamning dindorligini, sog'lom dindorlikdan yolg'on dindorlikqa yoki soxta dindorlikqa chiqarib o'tadi. Bo'libmi islomning asosiy maqsadlari bo'lgan aqida yo'lida, kimlik yo'lida, adolat yo'lida, hurlik yo'lida vatan millat oldidagi mas'uliyatchan bo'lalishi qarta eninkandan dindorlik o'lchimini qo'ygan bo'ldi. Ba'zilar deyish mumkin. Men 5 vaqt namozimni o'qisam, roza tutsam, pul olib qolsa to'xtamay ömrü qilib qo'ysam, mening ishim tugdi, jannatni sotib oldim. Meniki dini qarta mas'uliyatim tugdi yoki islomning menga atqan yoki mendan talab qilgan mas'uliyat tugdi deyish mumkin. Undaq emas. Xo'sh. Bu din haqida, kimlik haqida, hurlik haqida, adolat haqida, vatanparvarlik haqida, vatan millat oldidagi mas'uliyatda qancha % o'rin tura oldingiz? Qanchalik bir mas'uliyat tuyg'usi bilan yashay oldingiz? Bu mas'uliyat bormi yo'qmi siz? Buni bilan o'lchandi. Xo'sh. Ammo afsuski ko'plagan qarindoshlarimizda ya ko'plagan musulmonlar yuz berayotgan illat faqat o'zang bo'lsa bo'ldi, ijtimoiy ishlar bilan, jamiyatning ishlari bilan, bu vatan degan narsa bilan, millat degan narsa mening nima karim uni qildiganlik qildi. Bu bunda bir tushuncha kelib qolish, bu dindorlikga bir xato hukm. Xato tushuncha. Dindorlik da'vo qilsa bu dindorlik emas, balki soxtalikningki alamati. Ammo afsuski ba'zi kishilar o'zlariga imzak solib, ba'zi pacham-parat yo'qlan ishlarni qilib qo'yishlar, mening mas'uliyatim tugdi deb o'zini aldashi mumkin. Xo'sh. Bu dindorlik degan aqidaning prinsiplari cho'ntirish va aqidaning ruhi bo'yicha yashash demakdir. Qaysi ishda, qaysi sohada bo'lib qolsin, davomli aqidaning ruhi bo'yicha, aqidaning ko'rsatmasi bo'yicha yashash demakdir. Ham insonniki dindorlik saviyasi, uning aqidasi, axloqi, yurish turishi, savdosi, ijtimoiy hayoti va boshqa tasavvur ideyasi qarta bir insondan, ya'ni bir inson farqli bo'ladi. Qachonki insonning aqidasi kuchli bo'lsa, uning ibodatlari joyida bo'lsa, axloq go'zal bo'lib qolsa, islomning ko'rsatmasiga uning hurmati bo'lib qolsa, bu odamningki dindorligi oshadi, kuchli, yuksak bo'ladi. Ammo uning aqidasi ojiz bo'lsa, axloqi nachar bo'lib qolsa, islomning ko'rsatmasi ko'zga ilmaydigan yoki e'tibor qilmaydigan bo'lib qolsa, bu odamningki dindorligi eng to'ban saviyaga tushib qoladi. Chunki islom dini faqatlam nazariya din emas. Amaliyatga bog'langan, kundalik hayotga bog'langan, kundalik soatga bog'langan bir din. Qaraydigan bo'lib qolsak, islom dinimizda iymonning kuchli bo'lishi bir insonning axloqining go'zalligiga bog'liq. Xo'sh. Islomda iymonning kuchlanishi, axloqning go'zal bo'lishi bor. Bu yerdagi axloq faqatlam oilasidagi axloq emas. Ailesi bilan bo'lgan axloqi, qarindoshi bilan bo'lgan axloqi, savdo axloqi, siyosat axloqi, ijtimoiy axloq, boshqa insonlar bilan bo'lgan, ya'ni go'zal axloq har qaysi soat. Mush bo'lib qolsa o insonning iymoni yuksaladi, bu mustavallaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom akmalul mu'min imanan ahsanum axloqan. Iymonning eng mukammal bo'lgani axloq jihati eng go'zal bo'lgan har qaysi soat. Xo'sh. Shuningdek, islom dinimiz jannat kirishni taqvolik bilan birlikda axloqqa bog'lab qo'ydi. Ya'ni jannat kirmansi birinchi shart taqvolik bo'lib qolsa, Allohdan qo'rqish, to'g'ri ishni qilish, xato ishni taqvolik qilmansa, ham go'zal axloq bo'lish lozim. Ya men taqvo bo'lgan ibodatim qilgandan boshqa ish bilan nima qilsam, ig'ispasu ziyonmaydi. Taqvolikning taqozosi go'zal axloqli bo'lish lozim. Jannat kirishdagi shart shu deb payg'ambar alayhisalom. Shuningdek bilan birlikda yana payg'ambar alayhisalom qiyomat kuni insonning tarozi sag'ancha eng ig'ir bosadigan, uning qimmatini oshirgan, izzat obro'yini oshirgan, maqomini yuksaltirgan narsa go'zal axloq. Xo'sh. Hayotning har qaysi sohasida. Ya'ni sening go'zal axloq narsa, sening qilayotgan kundalik hayoting, kundalik faoliyating hammasi aqidaga bog'langan bo'lishi lozim. Diningning ruhiga bog'langan bo'lishi lozim. Bu dinning prinsipi chambarchas bog'langan bo'lishi lozim. Din ayrim, kundalik hayoting ayrim narsa emas. Aqida ayrim seninki qilayotgan ishlaring ayrim bir narsa emas. Bu dindorlik sening qilayotgan ishlarning hammasiga yo'lboshchi, yetakchi bo'lish lozim. Demak, dindorlikning ifodasi insonning stilida, yurish turishida, ish harakati aks etadi. Sağlam dindorlikni o'lchim faqat masjidga ibodat yoki shakli, qiyofatlardagi yoki kiyim-kechaklar shakli emas. Balki uningki boshqalar bilan bo'lgan munosabati, savdo-sotiqdagi munosabati, ijtimoiy munosabatlari, oilasi, xotini, urug' tuqqanlari qilayotgan munosabatlardan tortib hamma doirani o'z ichiga oladi. Masjidga kirgan chog'da na chiroyli, mehribon, so'yimli ko'rinishi mumkin, ammo xotini kelgan chog'da bir zolim.
Boshqalar kelgan chaq, ömrga kelgan chaq chivin qilib emaslik, sapni oldiga boshqalarni o'tkazish mumkin, ammo haq-huquq kelgan chaq, iqtisod kelgan chaqda bir qo'ymichi bulanchi bo'lib qolsa, bu haqiqatan afsuslanarlik ish. Islomning ziddiga, dindarlikning ziddi bo'lgan ish qilganlar uchun buni nima deb ataymiz, yoki nima deb atalsa, saxta dindarlik deb ataladi. Bu amaliy reallik bo'lsa, amaliy reallik. Shunga bir odamningki dindarligi onunki shaxsiy hayotidan bakarak ijtimoiy hayoti bakarak namoyon bo'ldi. Savdo aloqasida, ijtimoiy munosabatlarda, oilasi bilan bo'lgan munosabat, tuqqanlar bilan bo'lgan munosabatlarda, qarindoshlar bilan bo'lgan munosabatlarda aqida va vatan millat qarta mas'uliyatchan bo'lish bo'lmasligiga namoyon bo'ldi. Qur'oni Karim qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karim shunda alayda bir bu vaqtda bizga ko'rsatma beradi, dindarlikning o'lchimini beradi. Qur'oni Karim deydi, siz zahiri ibadetler bilan, gerçi İslam'dan turukları bo'lgan bo'lsa-mu, namoz o'qish ibadetler, zahiri ibadet bilan kifoyalanib, ijtimoiy axloqingizni va shaxsiy axloqni isloh qilmasangiz bu soxtalik bu deydi. Saxta dindarlik bu deydi. Namozda o'lchamlik, haj umra qilishda o'lchamlik, ro'za tutishda, balkim zakat berishda o'lchamlik, ammo axloq kelgan chaq nachar bo'lsa, tuzilmasa. İctimai illatdan qutulmay qolib qolsa bu saxta dindarlik. Qur'oni Karim qarasak, Qur'oni Karim aqida islohati bilan, ibodat islohati bilan birlikda axloqni tuzishni, stilni tuzishni, yurish turishni tuzishni, buni iymonning o'lchimi deb alohida muhr bosgan. Xo'sh. Mana Qur'oni Karim Mu'minun surasida qad aflahal mu'minun allazina fi salatihim xashun. Mu'minlarning o'lchimini bayon qiladi. Dindarlıqның, haqiqiy dindarlıqның ölçümü. Bular namazları kelgan chaqda shaklbozliklar emas. Haqiqiy Allohga sevgi muhabbatla ado qildi. Ikkinchi oyatning oxiridan, ikkinchi oyatlar vallazum anillahu murz. Bular foydasiz bo'lgan, keraksiz bo'lgan, o'ziga munosib bo'lmagan yoki ziyon olib qolgan bunda ishlar munosib yo'q. Bunda ishlar yaqin kelmaydi. Masalan, lag'vodan maqsad hasad qilish. Yomonlik qilish, o'rik o'lash, jiqitish, e'tiborini tushirish, izzat sharpini to'kash, dushmanni qo'yib turib qarnat bir-birisiga jidal salish eng az bo'lgan chaqlar buni qada. Bunda ishlar kirmaydi bo'ladi. Gunoh bo'ladigan ishlar yo'q. 3-chi qilib oyatda vallazum lizakat fa'ilun. Bular zakat kelgan vaqtda nahayt aktiv chanaydi. Bu zakat kambag'allarga foyda etganda bekar boylarga foyda etadi agar buning qimmatini bilsa. Boylarning nafsini poklaydi, mol mulkini poklaydi, ularning jannatga kirish yo'lini ochadi. Bu zakat verishga kambag'aldan bekrak kim muhtoj desa, boyli muhtoj, o'zining nafsini isloh qilish uchun. Vallazum li furujim hafzun. 4-sifati bular harom ish kelgan chaqda yaqinlashmaydi. 5-sifat kelgan vaqtida bular kelishim, ahdnoma, to'xtam bo'lib qolsa, buningga vafo qiladi. Omonat kelgan chaqda mayli qaysi turli omonat, iqtisodiy omonat bo'lsin, siyosiy omonat bo'lsin, diniy omonat bo'lsin, yoki milliy omonat bo'lib qolsin, buning xiyonat qilmaydi. Demek bu ayetler ve bununki devamı qarsak, bu aqida bilan, ibodat bilan, axloq, ijtimoiy hayotning hammasini bir-birisi bilan chambarchas bog'lanib ketganligini, bu dindarlikni faqatla masjid cheklab qo'ygan bo'lmaydiganlikni, yoki umra haj qilish cheklab qo'ygan bo'lmaydiganlikni, yoki sirtdagi qiyofat bilan cheklab qo'ygan bo'lmaydiganligi, balki kundalik hayotdagi uning faoliyatini o'z ichiga olganligini bu oyat shunda ro'shan bizga ko'rsatgan. Demak biz shakl ko'ra ahamiyat berib yoki sirtqi ko'rinishga alohida ahamiyat berib, ishning mohiyatiga, maqsadiga, niyat ko'ngil bilmay qolib qolsak, bu bizda sog'lom dindarlik holatini yiroqlashtirib, saxta dindarlikqa boshlab qo'yadi. Ko'p rahmat ustoz. Haqiqatan yuqorida so'zlangan har bir temaga aslida o'zimizni musulmon tarozi o'xshash sosa, har bir musulmon o'zininki qanchalik nalarda ketkizib qo'yayotganligini, nalarda haqiqiy samimiy ekanligini his qildi aslida har bir musulmon. Rabbim solih taqvodorlarning qatoridan qilsin. Endi mushu bugungi temamizniki mavzusi bu. Qanday qilganda inson bilib bilmay jamiyatda sildi yo'q. So'zlanganlarning amaliyotda jamiyatimizdagi musulmonlarimizning xeyli taqvodor deganlarning qaysi darajada ekanligini his qilamiz hamda. Shu saxta dindarlikdan qanday qilganda qutulg'ili bo'ldi degan. Allah insonlarni buning qatorida albatta musulmon va inson bo'lgan ekan. Bularni o'zgarib oladigan, boshqa rang, boshqa qiyofat kirib oladigan,
özünün şəxsiyyətində bir-birini mas gəlməydiğən dindarlıq və pasiflik, yəni əbqalıqdan ibarət naçar süpəl birləşdirib atqan muşunda bir xarakter yaratqan. Şunun üçün biz hər daim namazımızda ya Allah bizni həqiqətdə müstəhkəm qılğın deb dua qılırıq. İmanda müstəhkəm qılğın deb dua qılırıq. Allahum sabbitna ala dinik və la tak. Nimiş qalsa insanın əhvalı özgərib turduğan bu qaşıq. Allah insanların özgərib aldığan, başqa rəng kirib aldığan, başqa qiyafət kirib aldığan, özü zıt hükümlərini mücəssimləşdirib aldığan xarakter yaratqan. Allah bu insanı beden ve bedenin ihtiyacı, akıldan təfəkkürə, qalb ve qalbninki hissiyat tuyğusuğa ilgi qılıb yaratqan. Bedene qarsak ihtiyacı var, akla qarsak təfəkkürə, təsavvürə, ideyası var, qalbə qarsak hissiyatları var, tuyğusu var. Demek neçə tərəfli haleti yaratqan. Şundaqlam Allah bu insanı içki dünyaya ega ve sırtqi dünyaya ega qılıb yaratqan. İnsanın içki dünyası var, sırtqi dünyası var. Bazı vaxtlarda qarşı içki dünyası bilan sırtqi dünyası oxşaş çıxır. Bazı adamlar qarşı içki dünyası başqa, sırtqi dünyası başqa çıxır. Allah insanı muşunda yaratqan. İnsanlık ba haletimiz ba halet. Dinimiz qarsak, dinimiz şəkilga emas, mahiyetga, ko'rinishga emas, ishninki javhiriga ahamiyat beradigan bir din bo'lganligi uchun Alloh taolo qiyomat kuni insonlardan nimadan hisob oladi desa, uning ko'rinishi asosida emas, balki uning niyati va niyat asosi kelib chiqqan ish harakatlarida hisob oladiganligini namoyon qilgan yoki buni e'lon qilgan. Shunga payg'ambar alayhisalom innamal a'malu binniyat dedi. Ish harakat nimaga bog'liq? Niyat bilan. Sening niyating to'g'ri bo'lib qolsa, yaxshilikka boshlab bordi. Agar niyating nejis bo'lsa yoki yomon bo'lib qolsa, bu nega boshlab bordi? Yomon oqibatga boshlab bordi. Bu niyating asosida, niyat va niyat keltirib chiqqan ishning asosida hisob kitob tortiladi. Demak, bu hadis nega markazlashgan esa, sirtqi ko'rinishga emas. Niyat nada bo'ladi desa, insonning yuragida bo'ladi, qalbida bo'ladi. Sirtqi ko'rinishga emas, sirtqi qiyofatga emas, balki bu yerdagi masala nega markazlashgan niyatga. Mahiyetga, insanın içki dünyası merkezleşiyordur. Ama afsuski köplügen Müslümanlar dindarlar fakat sırtqi ko'rinish bilan lukfaylanıyordu. İçki dünyasıdaki saxtılık, içki dünyasıdaki naçar illetler qarta beparvo. Mesela bunun qatardan g'aybat deymiz, hasad deymiz, o'chmanlik deymiz, qarindoshlar qarta yordamsiz tashlab qo'yish deymiz, urug' o'lash deymiz, qo'ymunchilik qilish, saxtpazlik qilish, nurg'un illatlar. Bu illatlar tuzalmay turib, bu dindarlar joyiga tushmaydi. Buning asosan sirtqi holat ko'ngil bo'lib, ichki dunyoni inson o'zining ichki nafsini, qalbini isloh qilmay qolib qolsa, bu yerda saxt dindarlik maydonga oshkora chiqamdoz chiqadi. Shunga bir insonning xarakterini, uning sirtqi ko'rinishiga, shakliga yoki masjidga, hatto ibodatga qarab turib o'lchigini bo'lmaydi. Bu insonning xarakteri qanday? Bu dindar insonmi yoki pasiqroq insonmi? Haq yo'lda mang'adigan insonmi yoki haq kelgancha bel qo'yib o'tirgan insonmi? Misol, buni insonning sirtqi qiyofatiga yoki sirtqi ko'rinishiga yoki masjidga qarab belgilanmaydi. Qanday belgilansa normal nurg'a insonlar biladigan bir haqiqat borki, bir insonning xarakterini bilish, uning bilan bir mezgil bir yerda yashab baqish. Oyda bir qatim ko'rishgan, yilda bir qatim ko'rishgan, hafta bir qatim u boshqa. So'rin kelgancha chiroyli yasinib kelib, gapning yaxshisini qilib, u boshqa. Bir yerda yashab baqish. Birga bir safar qilib baqish. Bir so'd-set ilm berim qilib baqish. Qaz berib baqish, qaz ap baqish. Qiyin bir sharoit tushgancha qanday bir pozitsiyada bo'lib kuzatib baqish. Buning bilan u odamning xarakterini endin bilgan bo'ladi. Nadan nagich ekanligini. Ya'ni og'zi degan yo'g'on cho'ng gaplar amaliyotda bormi yoki bu quruq gapmi, uni vaqt bilgan bo'ldi. Bugun qarasak, texnik bir davrda yashayapmiz. Uchur davrda yashayapmiz. Ijtimoiy aloqa vositalar taraqqiyot ketgan bir zamonda yashayapmiz. Bugun kunlik bir insonning o'zini dindor ko'rsatishi, vatanparvar ko'rs bek oson tushib ketdi. Burun vaqtlar bo'lmasa, bugun kunlikda o'zi bir dindor ko'rsatsa, bugungi texnik vositalar bilan yoki vatanparvar ko'rsa, yoki bir mujohid ko'rsa, yoki ilg'or sapning oldidagi qahramon botir ko'rsa, bu oson tushib ketdi. Ammo afsuski haqiqiy dindorlik birisining bir qatim qilgan bir gap so'zlari bilan, yoki bir tabliğ bilan, yoki bir maqolasi bilan, yoki yozgan binasi bilan o'lchanmaydi. Haqiqiy dindorlik niyatning durustligi durust emas, birinchi xil. Nishonning to'g'ri bo'lishi, to'g'ri bo'lmasligi,
aqidasining sog'lom ekanligi sog'lom bo'lmasligi, ideyasining to'g'ri bo'lishi to'g'ri bo'lmasligi, axloqining go'zal bo'lishi yoki nachar bo'lishi, buning yurish turishininki islomning prinsiplariga uyg'un bo'lishi, uyg'un bo'lmas. Buning bilan o'lchanadi. Yani bu deganlar sirtqi ko'rinishning aloqasi yo'qmi deganlik demisan? Sirtqi ko'rinishmi albatta bu kimlikning bir parchasi. Lekin sirtqi ko'rinish bilan birlikda stil, yurish turish, harakat ikkisi teng moslashish lazım. Yani ichki dunyoyimiz sirtqi dunyo bilan teng moslashish lazım. Bu haqiqiy dindorlikning ifodasi. Chunki dindorlik demak ish harakat. Gap so'z ibodat. Yani bizning qilayotgan gap so'zlarimiz, ish harakatlarimiz hammasi to'g'ri bo'lib qolsa, aninkaynidan bu haqiqiy dindorlik bo'ladi. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom shunday bir ko'rsatmani bergan, dindorlikni ko'rsatgan. Innalloha la yanzuru ila suwarikum va ila amwalikum. Walakin yanzur ila qulubikum va a'malikum. Cho'ng bir muhr o'lcham. Alloh taolo bu dindorlik o'lchami sizning shaklingizga qaramaydi. Qanda kiyim, qanda formaga buni qaramaydi. Yani to'g'rilik xato u ayrim narsa. Yani sırtqi qiyofatim men manda deb kishini aldishim mumkin, baplashim mumkin, ko'rishim mumkin, shaklini o'lchamiz. Yoki sizning mol mulkingning ko'pligimi dindorlikni o'lchamas. Dindorlikning o'lchami nimasi? Birinchi qila Allohning qaraydigini, e'tibor qildigini nimasi? Qalbing qandaqsini. Qalbing pok bu, nejismi? Qalbing musulmon qarta mehribon bu yoki adovatchimi? Qalbing bir musulmon qarta yordamchimi yoki ziyon keltirguchimi? Qalbning holati belgilaydi. Enin kayinda mush qalb niyat belgilagan yoki niyat ko'z ish harakatdan qara. Qilayotgan ish harakatdan qalbingdagi niyatninki pok bo'lsa amaliyotga chiqadi. Tarjimon. Demak Allohning bu yerga qo'ygan o'lchami niyat va ish harakat. Dindorlikning o'lchami mana mush. Uning sirtqi ko'rinishi, sirtqi qiyofati yoki mol mulk andaqadan u dindorlikning o'lchami emas. Har qalbiningki durust bo'lish, durust bo'lmas, pok bo'lish, pok bo'lmasligi va qilayotgan ishiningki to'g'ri bo'lish, to'g'ri bo'lmasligi o'lchami bundan iborat. Demak, bu bundan so'ng balkim ba'zilar shu bu namoz dindorlikning alomati emasmi? Ro'z dindorlikning alomati, haj umra bir o'limga nisbatan salla kiyish, garchi mustahab bo'lsa-mi deylar. Mesela ayollarga nisbatan nijob kiyish, hijob atish, o'lchamli kiyish alomati, albatta alomati, dindorlikning alomati. Demak, bu namoz, ro'za, haj va İslam ko'rsatgan bo'yicha kiyinish qatorliq bu ishlar dindorlikning alomati bo'lsa-mi? Lekin haqiqiy dindorlikning alomati moyit nima desa, qalbning pokligida. Niyatningki to'g'riliqida. Uningki qalbisiga tasavvur ideyaninki sog'lomligida, axloqining yurish turishining to'g'ri ekanligida, ham uningki bir aqida egisi bo'lish sifati bilan, bir millatning asosi bo'lish sifati bilan, bir vatanning avlodi bo'lish sifati bilan aqidasiga, vataniga va millatiga qarata mas'uliyatchan bo'lish, mas'uliyat bo'lmasligi o'lchandi. Demak, u qashqish masjidga vasimi, harab kirib yetavasimi, millatga kelgan vaqtida uning kari yo'q, vatan bilan kari yo'q, din bilan kari yo'q, xo'rlanayotgan izzat sharaf bilan kari yo'q, faqat o'zini bilgan bo'lib qolsa, bu dindorlik emas, bu saxta dindorlik, haqiqiy dindorlik emas, sog'lom dindorlik emas. Buni kishilar o'zi emizib oldimaslik lozim. Az-to'la biz zakatdan berish bilan, to'xtamay umr qilib qo'yish bilan, men eng dindor, eng taqvo, bu yolg'onchilik, bu saxtapazlik bu. Agar sen haqiqiy dindor bo'lib qolsang, bu dinning g'amini yeysan. Bu millatninki musulmon millatning g'amini yeysan. Mahkumlik duch kelgan bu vatanning g'amini yeysan. Haq yo'ldagi odamlarni qo'llash, madad berish, o'zan qatnashish ya qatnashimiz oldi sabti bo'lgansa, u ayrim masala. Bu sabtda cho'qim nisbatan ozdir ko'p tur olasa. Bularga mumkin bo'lgan, ko'rinmagan, ehtiyotning 200%ni qilgan, men dindorlikning taqvosi bu saxta dindorlik, bu saxtapazlik bu. Buning kaskin deyish lozim. Ya'ni kaskin bayon qilish lozim bu masalani. Demak, bu yerda shunday bir savol chiqadi. Temaga munosabat. Bu saxta dindorlikdan qanday qutulg'ini bo'ladi? Ya'ni qanday qilgancha qutulg'ini bo'ladi? Yoki bu saxta dindorlikdan qutulib qola oladigan odamni qanday odamlar degan savol chiqishmi? Bularga javoban deymizki, haqiqiy dindor kishi sirtqi ko'rinishlar aldanib qolmaydi. Bu haqiqiy dindor kishi ideyasida, fikrda, ko'zqarash, tasavvur islomning ko'rsatmalarini yurish turishida islomning axloqini namoyon qilgan kishi. O fikri qarasa, ko'z qarashi qarasa, davomli islomning prinsipini tutib mangadigan. Yurish turishida, so'z-satiqlarda, ijtimoiy va boshqa faoliyatlar davomli islomning axloqini tutib mangadigan odam bu haqiqiy dindor odam.
Haqiqiy dindor kishi haqiqat va adolatni qo'g'daydi. Haqiqat hurlikni qo'g'daydi. Ammo zulm, tajovuzga kelgancha qarshi turdi. Agar buning birisi bor, birisi yo'q bo'lib qolsa-chi. Haqni cho'ngtudi e'tiqodda. Bir qismida. Ammo zulm kelgancha qarshi turish yo'q. Batilni qarshi turish yo'q. Tajovuzga qarshi turish kelgancha yo'q. Bu haqiqiy dindorlik bo'lsa, haqiqiy dindorlik emas bu. Bu bir qismiga amal qildi, bir qismiga kelgancha yo'q. Haqni qo'g'daydigan odam cho'qim, haqni qo'g'dash uchun batil qarshi turish lozim, zulm qarshi turish lozim. Haqiqiy dindor degan harakatlarda va barliq yurish turishlarda islomning obrazini namoyon qildi. Islom kimligini namoyon qilib turdi. Qanday maydonda, qanday soat bo'lishiga nazar. Haqiqiy dindor kishi degan islomni bir butun deb ishonadi. Faqat islom ibodat, qolgan ish bilan kar yo'q, ijtimoiy ish bilan, axloq bilan, tijorat bilan, savdo sotiq bilan oltin dollar ishi yo'q demaydi. İslamni bir butun deb tushunadi, bir butun hayot xaris deb tushundi va mush asosda ish harakat qilishga tirishadi. Buning qatorida haqiqiy dindor kishi oshqullik qilishdan saqlandi va pasib ibga olishdan saqlandi. Xo'sh. Bu yerga kelgancha savol tushishi mumkin. Ba'zi bir qarindoshlarimiz bor. Hozir Allohga shukr bu ahvollardan qutuldik. Ya'ni Alloh taolo bu millatni oshqullik balosidan yuqori darajada qutqazdi. Men endi qarayman, endi o'ylayman. Ko'plagan qarindoshlarimiz xato fikrdan, oshqun fikrdan normal Qur'on sunnatning ko'rsatmasiga keldi-modis keldi. Ozgina bir yo'q nisbet hisob qilmagancha. Demak, bu yerga qarasak bir oshqullik. Musulmonni kafir chiqarib o'tadigan, ziyon o'rdigan, dushmanlik qilgan. Bu dindorlik bo'lsa, yo'q dindorlik. Soxta dindorlik. Garchi taqvolikning alomati deb o'zini da'vo qilsa-mi, islomning prinsiplariga ko'rsatma zid kelganlar uchun uning oshqulliqi soxta dindorlik. Shuningki qarshisida ebgalik va yoki passivlik va islomning ko'rsatmasiga amal qilmaslik, islomning qimmat qarashini himoya qilmaslik, balki hujum qilish, masxara qilish bo'lib qolsa, bumi? Garchi u namoz o'qisin, o'qimasin, bu soxta dindorlik. Buni keskin aniq bilish lozim qarindoshlarimiz. Yana shuning bilan deymizki, haqiqiy dindor kishi qarindoshlarga ziyonkashlik qilmaydi. Qarindoshlarga o'rik olmaydi. Qarindoshlar qo'ymichilik qilmaydi. Qarindoshlarning izzat sharafini to'kmaydi. Qarindoshlarning mol-mulklarini har xil bahona bilan qaqsoq qilmaydi. Agar ziyon yetkazadigan, qo'ymichilik qiladigan, qaqsoq qilgan bo'lsa, garchi haramda 24 soat aşağı uxlab yotqizadigan bo'lsa, buningki dindorligi ebga dindorlik, pasiv dindorlik, saqda dindorlik. Uni rad qilish lozim. Islom qabul qilmaydi. Bu ko'z bo'yamchilik. Buni aniq bilish lozim qarindoshlarimiz. Shuning bilan birga deymizki, haqiqiy dindor kishi qarindoshlarga yordam berdi. Haqiqiy dindor kishi qarindoshga yordam berdigan, ularning haq-huquqi bo'lib qolsa, uni rioya qildigan va boshqalarga o'taydigan majburiyat bo'lib qolsa, uni ado qilgan kishi haqiqiy dindor kishi. Haqiqiy dindor kishi yana kishilarning ehtiyojini qamdashga va jamiyatni isloh qilishga harakat qilgan kishi. İmkoniyati bo'lib qolganda, imkoniyati bo'lmasa, uning qilgan ishi ikkinchi vazifaga tushadi. O'zini isloh qilish va jamiyatni isloh qilish iborat bu vazifa shu. Haqiqiy dindor kishi aqidasini vatan va millatning hurlik uchun foydali xizmat qilish ibodat deb qaraydi. Ammo afsuski bir qism qarindoshlarimiz yoki bir qism insonlar borki, bu aqid yo'lida, vatan millat yo'lida bir ish qilinglar desa, bu ishning foydasi yo'q. Bu ishdan keyin foydasi chiqmaydi bu ishdan. Qimmat chiqmaydi. Balki xafalık keldi, musibat keldi, ofat keldi, qat'iy yaqin kelmaydi. Bu gerçi bu vatan millatning yo'lidagi bu jihad harakati. Biz konu tilimizde elip etsak. Ya kurash aleti, yoki siyosiy faoliyat aleti, yoki qanday bo'lmasin bir vatanni qutqizish elib bo'lgan faoliyatlarga his qo'shilgan chaqda foydasi yo'q. Demak bu soxtalikning alomati. Bu sen mush aqidaga tava. Sen mush vatan tava emasmi? Mush millatning farzandi emas. Undan sizning mas'uliyating bo'lmaydimi? O'zing qiysan qilsa, qilmasan qiyganlarni yo'laysan. Yo'q men bu yo'q, foydasi yo'q deb o yandan bu yandan bahane tapsa, yoki bundan o'zini qochirsa, bu soxta dindorlik. Garchi u odam 24 soat haram deyapsiz. Chunki bir qismi amal qildi, meya kelgancha ijtimoiy mas'uliyat kelgancha yo'q bu maydonda. Shaxsiy mas'uliyat. Bu namoz, roza, haj va boshqa ishlar bu shaxsiy farzga. Men ijtimoiy farz. Ijtimoiy farzga kelgancha topqan olmaydi. Chiq odamdan. Nima ish qilsa, bu dindorlikda bir xato tushadi.
Bu dindarlık hata düşecek, hata tasavvur, mana insanların bugungi bir pasif ebga holatga kelib qo'yadi. Agar dindarlık sağlam bo'lgan bo'lsa, hamma odam bu ishni mening ishim deb biladi. Bu dinni qo'g'dash o'limaning vazifasi yo'q. Har bir musulmonning vazifasi. Mayli dehqon bo'lsin, siyosatchi bo'lib qolsin, tashkilotchi bo'lib qolsin, kadr bo'lsin, ziyoli bo'lsin, o'quvchi bo'lib qolsin, musulmonlik bo'ldi ekan, qo'g'dash uning majburiyati. Bu vatanni qo'g'dash, er bo'lsin, ayol cho'ng kishi bo'lib qolsin, har bir Uyg'urning har bir kishining majburiyati. Bu nuqtada qarash lozim. Yana oxirida xulosalamizda, ya'ni davomida haqiqiy dindor kishi aqidasining va dinning prinsiplari uchun haq yo'lda mustahkam tura oladigan, haq yo'lda turayotganlarga madad beradigan, uni himoya qiladigan kishidir. O'zimi mustahkam turdi haq yo'lda va haq yo'l turayotganlarni qo'llaydi, yordami. Chunki shu men qilayotgan ishni qilyapti deb qarash lozim. Buning uchun ya o'z ish qilish lozim, ya fikr his qo'yish lozim, ya iqtisod his qo'yish lozim, ya jismoniy his qo'yish lozim. Ammo hech qaysi bo'lmay qolib qolsa, bu mas'uliyatdan qochganlik, ijtimoiy farz kelgan chog'da yo'q bo'lganlik uchun buni to'g'ri dindorlik deb qaralmaydi. Balki bu saxta dindorlikniki alomati hisoblanadi. Haqiqiy dindor kishi oxirgi misol, haqiqiy dindor kishi aqida va vatan millat yo'l. Balkim ba'zilar deyishim mumkin. Bu aqida so'g'amni islomni. Bu vatan millat deydi ekan. Bu din bilan nima aloqasi? Biz bu vaqtda nurg'un ko'p to'xtaldik. Vatan demak mol-mulk demak. Qisqartib olib aytsak. Millat demak musulmon demak. Bizning dinimiz, Qur'on sunnatning maqsadi nima deydi-desa, dinni qo'g'dash uchun, jonni qo'g'dash uchun, mol-mulkni qo'g'dash uchun, izzat sharafni qo'g'dash uchun, adolat, hurlikni qo'g'dash uchun butun kuchingni chiqarsan deydi. Dinning eng cho'ng nishoni, eng cho'ng maqsadi shu deydi. Ya'ni qistirma izohat bir ba'zilar. Demak, haqiqiy dindor kishi aqida va vatan millat yo'lda. Haqiqiy dindor kishi aqida va vatan millat yo'lda. Yuz berish ehtimoli bo'lgan qisman ziyon bor. Yuz berishi mumkin, yuz bermasligi mumkin. Qisman ziyondan ensirmaydigan. Ba'zilar deydi, men bu haqiqat yo'liga hassi qo'ssam, men iqtisod jihatdan ziyon keladi, yoki balchaqamga keladi, yoki urug' tuqqanim keladi, yoki beg'im, yoki uyam, yoki o'qoqdan keladi. Sen bu aqidaning egisi bo'lsang, dindorlikni da'vo qilgan bo'lsang, bu aqida vatan millat yo'lida keladigan qisqacha yoki ozg'in ziyondan ensirmaslik lozim. Cho'qim birlar badal to'lash lozim. Buni badal to'laydigan ya u bo'lsin, ya bo'lsin, ammo sen kelgancha hech yo'q. Qiyomat kuni Allohning oldiga borgancha nima deb javob berasiz? Buni faqat o'limaning to'lishi bu badalni. Butun ish kelgancha. Buni faqat siyosiy maydonga chiqqanning to'lishi, buni faqat jihad bilan o'zini otganning to'lishi. Ammo sen kelgancha Allohning sen nima javob berasan? Nima deysiz? Buni o'ylash lozim qarindoshlar. Bu dindorlikni da'vo qiladigan saxt pazlar. Demak, bu yerda bu haq yo'ldagilar qisman ziyod azirmaslik lozim. Ziyon kelgan bo'lsa Allohning yo'lida keldi, Alloh uning o'rnini to'shqizib berdi. Bu dunyo to'shqizib oxiratga borgancha haslab uning savobini berdi. Buni bilish lozim. Haq egillarini qo'llashdan qochmaydigan bo'lish lozim. Agar haqiqiy dindorsa, haq egillarini qo'llashdan qochmaydigan bo'lsa. Haq egisi bilan kelgan chog'da qo'llamasa, balki biz bilan xo'sh yo'qdi, u ayrim bir masala. Biz seni yaratmaydigan ayrim masala. Ammo u ish qilinmaydigan, hech kim bo'lmaydigan unda ishonmaydi. Davomli haq yo'lda ma'nodigan bir turkum odamlar payg'ambarimizning ko'rsatmasi bo'yicha har qavmdan, har millatdan, har yurtdan chiqib turdi. Xo'sh. Haq egillar bilan bir saptus qarshi chiqib qoladi deb ensirmaydigan bo'lish lozim. Ammo afsuski ko'plagan odamlar qarasa, dindorlikni da'vo qiladi, ziyon kelishdan qo'rqib yo'q maydonda. Haq egillarni qo'llanlar desa, qochib ketadi. Haq egillar bir sap turishini u qadar ehtiyot, u qadar ansiraydiki, qarshi chiqib qolishdan qo'rqadi. Hatto birlar deydiki, bizning vatanda kelgan musibat hammamizning boshiga millat sifatida. Bu sinoqmi, azobmi balkim ayrim bir tema qilamiz bu vaqtda. Mening palon bir o'limani qo'lganlikdan turmuga kirib ketdi. Demak bu palonisinki yoki tog'isinki yoki bizimsinki turmuga kirib ketganligini nimaga bog'liq desa, bir o'limani qo'llaganlik bog'liq. Sizning tog'ang turmuga kirgan bo'lsa, haq yo'lda kirdimi, botil yo'lda kirdimi? Haq yo'lda kirib shiyat bo'lgan bo'lsa, qiyomatga sayrishamaydigan natijaga shu tog'ang erishadi. Agar botil yo'lda kirgan bo'lsa, do'zaxning azobiga ketadi.
Bu haq yol turish faqat o'limaning, ya'ni biz amma sening tog'ang kelgan chal, sen kelgan chal yo'q. Qanday bu dindarlik ekan bu? Qanday musulmondarchilik ekan bu? Amma afsuski bugun kunlikda kishilarning tasavvuri bu qadar buzilib ketganki, u qadar pasatlashib ketganki, qarz juqib qoladi deb haq egillarini qo'llashdan hatto bir sap turishdan ogohlantirdi, ammo shunday turug'liq o'zini eng cho'ng dindor qilib, emizga silib o'zini aldab yuradi. Bular tavba qilish lozim, haq bilan to'g'rini farq qilish lozim, sog'lom dindorlikka qaytish lozim. Xo'sh. Allah razı olsun. Nəhayət küçlük sözlər oldu. Rabbim hər birimizni digərlərdək bu musibətdən saxlab qalsın. Bir şey tüketeyli vaxtımız var. Düşüb qaldı. Qadirli görmələrimiz, şuna qədər bugünkü saatımızı bir şeydə axırlaşdırmız. Əlbəttə, hər birini göz aldığımızda hər günü bir qatım oxub çıxış gerek olğan, gerek deyiliş ki, tegişlik bo'lgan so'zlar bo'ldi degan. Ashundaq qattiq talab qo'ya olgan vaqtimizda o'zimizga albatta so'zlangan temalar hargiz biz fatvo kaskuchi bu tarozi bilan boshqalarni jinglab taroziga silib u andaq bu bandaq deb do'ppiga yuzish uchun emas. Har birimiz so'zlayotgandan tortib anglag'uvchilargacha har birimiz o'zimizni silishimiz kerak a'ldi bilan. Men nega tushumam bu deb. Bütün programımızdaki asaslık maksat bu. Her bir Müslüman özünü bu taraziga selip Allah bilen o'ttirsidagi münasebetinin nereden nega ekanligini tekshirgan vaqtimizda u jamiyat tuzilgan gap. Shaxslar birdan tuzilib jamiyatga ta'sir qildi bu hamda. Allah her birimizni qiyomat kuni uni oldiga chiqqan vaqtimizda yuzimiz töven bulduk Allah'tan qilmasin deb tileymiz. Allah ömür bası aldığımızı kısanda başka bir temada görüşükçe aman bu başlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.